Captiva mashinamiz bor, sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan 3lik motor. Motorlar yangi qilib qo'yilgan. Motor, korobka, hadovoylari yaxshi. 4 ta balon o'rtacha. Bu Captiva'mizning narxini aytamiz. Narxi $7450. Oxirgi taqilgani shu, variant yo'q, nasiya yo'q. Bank qilib berilaveradi. Bu 2013 Captiva'mizni shu $7450 ga beramiz. Gen davernis ham bo'ladi. Motor, korobka, hadovoylari yaxshi. 3lik motor bo'ladi bular, 3-pozitsiya. Sidinalar isiydi. 265 talik metani bor. Metan gazda harakatlanadi mashina. 341 ming yurgani. Bu Captiva'mizda tomiga shamolda terak uchib tushgan, tomi almashgan xolos. Qolgan yeri but-butun, motorlarning ichiga kraska tegmagan. Motorlar ichi but-butun turibdi. Agar qiziqqanlarga bo'lsa, do'stlar 94lik 041 46 26 nomerimizga telefon qilaverasizlar.